Angrenliklar, yana bugun ijaraga uy qo'yib, sizlarni xursand qilaman, chunki hozirgi kunda ko'plar ijaraga uy so'rayapti. Biz esa shundoq bepulga e'lon qo'yib beryapmiz. Hech qanaqa o'rtada odamlarsiz. Hozir ham mana 5-3 tahasidan 3 xonali uy topib qo'yganmiz sizlar uchun. Hamma sharoitlari bor, bitoy texnikalari bor, xolodilnik, mikrovalnovniy pech, gaz plitalari ham yastin qo'yib qo'yilgan, kir mashinalari ham bor. Tayyor uy yashaydigan issiq. Kirganingizdan issiq uryapti, atapleniyalari ham shundoq ishlab turibdi. Bu tomonga yurganimizda bu oshxonamiz edi, ko'rlaringiz. Bu tomonda alohida unitazlari, alohida vannalari, alohida. Bu tomonda ko'cha tashqaridan keladigan eshik. Bu tomonda ham shkaflari bor. Mana bu tomonda zal, birinchi xonamiz. Yaxshi remont qilib qo'ygan, natijalari bor. Mehmon kelsa ham o'zim uyim deb kutib olaverasizlar, ijaraga olib. Bu tomonda garderob bor ekan, turniklar ham bor ekan. Bu tomonda esa mana ko'ryapsiz, spaniya. Spaniyada ham hamma mebellar qilingan. Bor, tayyor shkaflarigacha yaxshi holatda turibdi. Bu tomondan chiqqanda 3-xonamiz, bolalar yotoqxonasi qilsa ham bo'ladi, bolalar uchun xona qilsa bo'ladi. Bu tomonda vannamiz yaxshi holatda, aristonlari ham bor. Tayyor uy. Olasizlar, ijaraga uy qilganlarga tayyor uy bemalol telefon qilaversa, pastda raqam qoldirib qo'yaman. Ijaraga uy so'raganlarga bu videoni tashlab qo'yinglar, sizlardan xursand bo'lib qoladi, rozi bo'ladi. Shuning uchun bitta like bosib, qo'llab-quvvatlashda davom etib, obuna bo'lib qo'yishim esdan chiqmasin. Shunaqa ijara uylarda o'tkazib olmaslik uchun.